Bu bo'yicha juda ham zo'r tavsiya beradilar Rashid aka. Rashid aka, nima qilish kerak shaftolisi borlar? Now is the thinning time. Hozir shaftolilarni serilatadigan vaqt, danaga qotmasdan right oldin. time for thinning. Mana bu anjir shaftolini. If we late, the final fruit size would be small. Agar kech qolsak, yakunda mevamiz mayda bo'ladi. Within this size is about 80 cm. 80 santimetrli novdani ko'rib turibsizlar shaftolida. Mukammal novda. For flats, we need to leave 8 to 6 pieces. Yassi shaftoli navlarida 6 tadan 8 tagacha meva qo'yamiz. Bunaqa uzunlikda novdada. 2. Aha. Hozir mana Rashid aka serilatishni boshladilar. 3. Yonga qaratib mevalarni zigzag qilib qo'yib ketamiz. Bak o 2 tane var. Birisi katta, birisi kichkina. 2 ta meva turibdi. Yirigini qo'ydik. Yirik meva yakunda ham yirik bo'ladi. Mayda meva oxirida ham mayda bo'ladi. Hozir mana ikiz meyve varsa böyle. Mana bu yerda qo'shaloq mevalar, issiqda qo'shaloq bo'lib qoladi. Bularni ham oldik. Attık. Qo'shaloqni oldik. Shunda Rashid aka nechta qoldi? 1, 2, 3, 4 ta, 4, 5, 6. 6 ta zo'r. 6 tadan 8 Bir tagacha tane daha bo'ldi. kop olsa yaxshi olur. Ama 6 yaxshi. 6 ta yaxshi. Zo'r. Rahmat Rashid aka. Rashid aka, birinchi ustozimga like bosib qo'yasizlar. Biza 9-aprel kuni To'raqo'rg'on tuman hokimiyatida daneli mevalar yetishtirish bo'yicha juda ham zo'r tavsiyalarni beramiz. Albatta kelinglar. Ifoda kompaniyasi bilan hamkorlikda o'tkazamiz. Qiziqqanlar izohga plus belgisini tashlab ketsanglar, sizlarga ma'lumot jo'natishadi. Videoga like bosinglar, shaftolisi borlar uchun juda ham zo'r ma'lumotlarni Rashid aka aytib o'tdilar. Xudo xolasa sizlarni seminarda kutamiz. Sog' bo'linglar. Termizdan salom hammaga.